SMM sohasida qanaqa qilib yuqori daromadga chiqish mumkin? Ko'pchilik biladi, SMM sohasi hozirgi kundagi eng talabgir, zamonaviy, onlayn ishlash imkoniyatini beruvchi daromadli kasblardan bittasi. Daromad qilib yurgan insonlarning ko'pchiligi afsuski bizga qanaqa qilib daromadga chiqishyapti, nimalardan foydalanishyapti, siz nimalarni o'rganishingiz kerak, чтобы o'sha daromadga chiqishingiz uchun. Bu narsalarni aytmaydi. Yoki aytsa ham bu narsada pulli bo'ladi. Lekin men Abror Ahmedov bu narsaga chek qo'ymoqchiman. 7 yillik tajribaga ega mutaxassis sifatida bundan buyog'iga o'z YouTube sahifamda O'zbekiston xalqiga, sizlarga foydali bo'lishi uchun, manfaat berish uchun SMM bo'yicha ko'p bilimlarimni sizlarga bepul ulashmoqchiman va SMM sohasi bo'yicha 8 ta eng muhim mavzularni jamlab qo'ydim. Bundan buyog'iga ketma-ket ushbu YouTube sahifamda qo'yib boraman va bu bugundan birinchi darsim bo'ladi. Ushbu 8 ta darsni oxirigacha har bittasini diqqat bilan ko'rishni maslahat beraman. Sababi juda ko'p insonlar pulga sotayotgan ma'lumotlarni men sizga aynan shu darsda tekinga beraman. Va bu darslarni ko'rganingizdan keyin siz bemalol o'sha SMM sohasini tushunasiz, nimalar qilishingiz kerak, nimalarni bilishingiz kerak, qanaqa daromadga chiqishingiz mumkinligini tushunib olasiz. Xo'p, bunaqada kelinglar, o'rtoqlar, boshlaymiz. O'zi bu darslar qanchalik muhim? Bugungi darsimiz sizlar bilan bu SMM sohasiga kirish bo'ladi, ya'ni tanishuv bo'ladi va bu narsa nimaga muhim? Shaxsan o'zim ham SMM sohasini endi boshlayotganda 2017-yilda kollejni bitirganman va boshlayotgan paytimda eng birinchi kursim SMM bilan tanishuv bo'lgan. Chunki siz SMM ga kirish uchun avvalambor u soha yordamida siz mijozga nima qiymat qilib bera olasiz, nima yordam bera olasiz, shu narsani tushunishingiz kerak. Mijozga keltirib bera olishingiz kerak, nima foyda qilib berishingizni. Shundan keyingina mijoz sizga ishonadi va pul beradi xizmatingiz uchun. Bugungi darsda sizlar bilan aynan shu narsa haqida gaplashamiz. Shaxsan o'zim ham mana aynan shu narsani qildim va yomon bo'lmadim. 2018-yilga kelib kursni bitirib, sirasi birinchi loyihani oldim. Va mana oradan 7 yil o'tibdiki, hozirgi kunda O'zbekistondagi eng yirik SMM agentliklaridan bittasini asoschisiga aylandim. 300 dan ortiq katta hamkorlar bilan ishladim. Ular ichida Akfa, Hightown City, Flowers Garden, Premier Motors, Toybola kabi katta kompaniyalarni ko'rishingiz mumkin. Ularning ijtimoiy tarmoqlarini jamoa bilan birgalikda hozirgi kungacha rivojlantirib kelamiz. Va bundan tashqari 400 dan ortiq yoshlarga va tadbirkorlarga o'z bizneslarini ko'tarishga yoki ushbu kasb yordamida daromadga chiqishiga sababchi bo'ldim desam bo'ladi. Xo'p o'rtoqlar, bugungi video men haqimda emas, bugungi video aynan SMM haqida. Unaqada kelinglar, boshlaymiz. SMM o'zi nima? Ko'pchilik biladi, что SMM bu ijtimoiy tarmoqlardagi marketing, ya'ni ko'pchilik tushunchasi bo'yicha bu faqatgina post qo'yish, bo'ldi, story qo'yish, shu. Aslida bu juda ham chuqur narsa. Keling birma-bir sanab o'tamiz. SMM yordamida siz klientga nimalar qilib bera olayotgansiz? Keling o'rganamiz. Birinchi navbatda brend taniqliligini oshirish. Oldingi paytda bilamizki, odamlar nimadir mahsulotni, xizmat reklama qilish uchun ko'pincha televizorga reklama berardi, billboardlarga reklama qilardi ko'chalarda, to'g'rimi? Avtobuslarga, metrolarga reklamaga berilardi. Hozir ham beriladi, lekin oldingidek ko'p emas. Hozir juda ko'p billboardlar, avtobuslarni qarasangiz bo'shab yotadi. Televizorda reklamalar ancha kamayib ketgan hozirgi kunga qaraganda. Chunki odamlar o'sha televizor ko'rmayapti. Hamma internetda o'tiribdi. O'shaning uchun reklamalar ham hammasi, kompaniyalar ham reklamani Instagramlar orqali, shu ijtimoiy tarmoqlar orqali qilishga ko'proq urg'u beryapti. Xo'p, endi birinchisiga keladigan bo'lsak, brend taniqliligini qanaqa oshirishingiz mumkin? Ikkita yo'l bilan. Birinchisi bu tabiiy, ya'ni bepul yo'l bilan. Yaxshi kontent qilasiz, yaxshi video qilasiz, videolaringiz o'zi ko'tarilib ketadi va millionlab odamlar sizni ko'rishi mumkin. Ikkinchi yo'li bo'lsa, pulli reklamalar orqali. Arzimagan $1, $2 evaziga siz 10 ming, 20 minglab odamlarga o'z reklamangizni ko'rsatishingiz mumkin. Tasavvur qilasizmi? Bunaqa narsa hech qayerda yo'q. Siz misol uchun televizorga reklama beraman desangiz 200 million, 300 million to'laysiz oyiga. Lekin bu yerda men $1-2 haqida gapiryapman. Bu birinchi plyusi ekan. Ikkinchi plyusi reklama orqali mijoz topa olamiz. Bu 100% kafolatlangan. Agar siz yaxshi kontent qilsangiz, yaxshi reklama yoqadigan bo'lsangiz, bu yoqda aynan target haqida gap ketyapti. Bilamizki, SMM ichiga target instrumenti kiradi. Ya'ni target degani o'sha Instagramda biz o'tirganimizda chiqib qoladigan pulli reklamalar o'sha target deyiladi. Agar o'sha reklama yaxshi bo'lsa va kerakli odamga tochkasiga yoqilgan bo'lsa, bemalol siz mijoz topishingiz mumkin, ya'ni mahsulot yoki xizmatingizni sotishingiz mumkin. Uchinchisi, sadoqatli mijozlarni yaratish. Sadoqatli mijozlarni yaratish aslida juda ham qiyin. Lekin hozirgi kunda shu ijtimoiy tarmoqlar orqali, aynan SMM orqali bu narsa juda ham osonlashib qoldi. Nimaga o'zi bu narsa kerak? Sadoqatli mijoz degani bu постоянно sizdan sotib oladi degani. Va eng asosiysi ishonch bo'ladi.
Ishonch bo'lsa sizdan sotib oladi. Chunki sotuvlar ishonch asosida quriladi. Bu qanaqa qilinadi SMM yordamida? Misol uchun siz o'sha Instagramda mijozlarga javob berasiz, kommentda javob berasiz, direktda javob berasiz. Misol uchun akajon bizda mana bunaqa mahsulotlar bor. Mana narsani dastavka qilib beraymi? Unaqamidi? Misol chiroyli muomalada bo'lsangiz, o'sha kompaniyani, mana kompaniyani xodimlari rosa chiroyli gaplashar ekan, muomalasi zo'r ekan deydi. O'sha kompaniyaga bo'lgan qanaqadir ichida iliqlik bo'ladi. Tasavvur qilasizmi? Mana shu narsa sadoqatli mijozlarga olib keladi va sizga bo'lgan ishonch oshiradi. Xo'p, undan keyin B2B va B2B segmentlarda ham ishlash mumkin SMM yordamida. Ya'ni B2B degani bu biznes qachonki biznesga sotsa. Misol uchun sizda kiyim ishlab chiqarasiz Xitoyda va siz O'zbekistondagi misol uchun magazinlarga kiyimni sotasiz. Kiyim do'konlariga. Va kiyim do'konlari bo'lsa, primoy o'sha xaridorlarga sotadi. Bu B2C deyiladi. Business to customer bu o'sha magazin xaridorlarga sotsa. Lekin business to business bu biznes qachonki biznesga sotsa. Ya'ni mana shu ikkala tur uchun ham, segment uchun ham biz SMM yordamida mijozlarni topa olar ekanmiz. Xo'p, undan keyin eng tor auditoriyaga ham yetib bora olamiz. Misol uchun siz televizorga reklama bersangiz, avtobusga reklama bersangiz yoki tam ko'chadagi ekranlarga reklama beradigan bo'lsangiz, siz maqsadli auditoriyangizni tanlay olmaysiz. Uni любой o'sha ko'chadan o'tayotgan odam ko'radi. Televizorni ham любой odam ko'rishi mumkin. Lekin bu yoqda SMM yordamida siz eng tochkasigacha bora olasiz. Misol uchun Chilonzor tumanini algoritm hududini chiqazorgan holatda faqatgina 19, 20, 21 kvartaldagi reklamangizni ko'rsatiladigan qilishingiz mumkin va shunda ham tez-tez sayohat qilib turadigan, faqatgina iPhone ishlatadigan, uylangan, uylanmagan, misol mana shunaqa jihatlarni ham topishingiz mumkin. Reklamalarni ko'rganda reklamalarga qatnashadigan, bosadigan, sotib oladigan odamlarga ko'rsatishingiz mumkin. Ya'ni juda ham chuqur auditoriyagacha bora olasiz. Qiziqishlarini topa olasiz. O'zingiz obunachilaringizga yoqa olasiz, ularga o'xshash obunachilarga yoqa olasiz. To есть chuqurlashib ketaveradi bu narsa va bu hammasi SMM orqali. 6-si sayt sifatida ishlatishingiz mumkin, ya'ni veb-sayt sifatida. Veb-sayt o'zi nima? Veb-sayt bu o'sha kompaniya haqida ma'lumot olish uchun sahifa, to'g'rimi? Ichida siz haqingizdagi ma'lumot bo'ladi, o'ziflaringiz bo'ladi, mahsulotlaringiz bo'ladi, kontaktlaringiz, lokatsiyalaringiz bo'ladi. Xuddi shu narsani Instagramda ham qilish mumkin. Hozirgi paytda mana Instagram yo'li bitta biznes nomini yozing. Misol uchun Akfa deng, Mediapark deng, boshqa kompaniyani yozing. O'sha yerda lokatsiyalari chiqib keladi, nomerlari chiqib keladi, kompaniya haqida chiqib keladi, assortimentlari chiqib keladi, mijozlarning o'ziflari, hamma narsa bor. Ya'ni veb-sayt o'rnida ham foydalanishingiz mumkin. Undan keyin doimiy mijozlar bilan aloqada o'tira olasiz. SMMda shunaqa narsalar bor. Misol rassilkalar qilish mumkin, ya'ni xabarlar tarqatish mumkin, tez-tez yozib turish mumkin, tabriklab turish mumkin bayramlar bilan, to'g'rimi? Ya'ni hech ahamiyat berganmiz, bir xil kompaniyalar sizga SMSlar jo'natadi telefondan yoki direktdan SMSlar boradi, postlar qo'yadi tabriklab. Bu sizni doimiy mijozlaringiz bilan aloqani ushlab turish. Aloqani ushlab tursangiz, demak, o'sha mijozga yana qayta sotishingiz mumkin mahsulotingiz yoki xizmatingiz. Chonsi, bu narsa juda ham muhim. 8-si qolib ketgan mahsulotlarni tezda sotib olishingiz mumkin. Misol uchun agar siz SMMingiz bo'lmasa, siz kiyim sotadigan bo'lsangiz yoki qanaqadir mahsulot sotadigan bo'lsangiz ham qolib ketgan mahsulotlarni sotib olish juda ham qiyin. To'g'rimi? Uni ertaga trendi ham chiqib ketadi misol uchun. Trend bo'lmay qoladi. SMM yordamida bu narsani qilish mumkin. Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun aytaylik, meni SMM xizmatim bor. 2000-3000 dollar turadi. Va meni o'zimning Instagramda hozirgi paytda mana 212 ming ta obunachim bor. Bular hammasi meni obunachilarim meni SMM xizmatlarim haqida bilishadi. Uni qiymat haqida, uni narx haqida bilishadi. Lekin men o'sha obunachilarimga men target yoqishim mumkin, o'shalarga ko'rsatishim mumkin. Aynan ularga, yangi odamlarga emas. Ularga target yoqaman va aytaman, o'rtoqlar, men Abror Ahmedov, men o'sha sizlar biladigan SMM xizmatimga skidka e'lon qildim. Endi 50% skidkada, misol $1000, $1,500 ga xizmatimizni sotib olishinglar mumkin deb reklama beradigan bo'lsam, ana bu menga natija olib keladi. Chunki meni tanigan, bilgan odamlar meni qolib ketgan mahsulotim deylik, SMM xizmatini o'sha mahsulotda bittada sotib olishi mumkin. Ya'ni ko'rasizlar, o'rtoqlar, bu boshqa mahsulot turida ham bo'lishi mumkin. Bizda shunaqa imkoniyatlar bo'ladi. Undan keyingisi shaxsiy brendga aylantira olamiz. Eng katta plyusi mana shaxsiy brend nimaligini ko'pchilik biladi, to'g'rimi? O'sha shaxs sifatida tanlanish. Masalan, Murod Nazarov, Anvar Abduqayyum, Amira Rashidova kabi mana taniqli insonlarni oladigan bo'lsak, ular ham shaxsiy brendga ega bo'lgan insonlar. Aynan shunaqa shaxsiy brendingizni o'zingiz rivojlantira olasiz, agar siz SMM bilsangiz. Chunki o'zi kimni rivojlantiradi? Shaxsiy brendlarni ham, ya'ni shaxsiy brendi bor insonlarni ham SMM mutaxassislari rivojlantiradi. Undan keyingisi qilayotgan ishlarning hisoboti.
Ya'ni bu eng katta pluslardan bittasi SMM. Ko'chada misol uchun televizorlarga reklama bersangiz, ekranlarga to'g'rimi? Avtobuslarga nakleykalar yopishtirsangiz, uni reklama bersangiz, kimlar ko'rayotganini, nechta odam ko'rayotganlarini metrikasini ola olmaysiz, uni ko'ra olmaysiz. Lekin SMM yordamida sizni kim, qayerdan, soat nechida, qaysi jins vakili, necha yoshli insonlar, qaysi viloyatdan, qanaqa telefon ishlatadiganlar sizni kuzatyapti, hammasigacha bila olasiz. Va shundan kelib chiqib keyin ularga mos, ularga xos bo'lgan kontentlar ishlab chiqarishingiz mumkin. Ularga mos reklamalar qilishingiz mumkin. Ya'ni bu o'sha potrебительlarning qiziqishini o'rganish, talablarini o'rganish va ularga kerakli yechimni ko'rsatish degani. Va bu SMM yordamida juda ham oson bo'ladi. Mana o'rtoqlar, sizlar bilan SMM yordamida mijozga nimalar qilishimiz mumkin ekan, nimalar qilib bera olar ekanmiz. Ya'ni unga foyda tomonlama shu narsalarni ko'rib chiqdik. Endi texnik tomonlama. Siz nimalar qilishingiz kerak bo'ladi SMM mutaxassisi sifatida? SMM mutaxassisi umuman bitta biznesni ijtimoiy tarmog'ini rivojiga javob beradi. Ya'ni siz postlar qo'yasiz, rasm bo'ladimi, video bo'ladimi, bularni qo'yasiz. Istoriyalarni yuritishingiz kerak bo'ladi har kunlik. Syomkalar qilishingiz mumkin bo'ladi, dizaynlar qilishingiz kerak bo'ladi, misol uchun target reklamalarni yozishingiz kerak bo'ladi, yoqishingiz kerak bo'ladi. Ssenariylarni, sujetlarni qilib berishingiz kerak, o'sha videoda nima deb gapirish kerak, nima deb chiqish kerak, mana shu narsalarga yordam berasiz. Ularning g'oyalarini, ideyalarini topishingiz kerak bo'ladi. Blogerlar bilan hamkorlik qilish kerak bo'ladi, misol uchun o'sha blogerlarni topasiz, gaplashasiz. O'tmash hamma narsani SMM mutaxassisi значит bilish kerak. O'zi bitta qilishga majbur emas. U jamoa qilib turib ham qilish mumkin bu narsani. Lekin bu narsalarning har bittasini o'zini kuchli mutaxassisman degan inson bularni har bittasini bilishi kerak ekan. Mana o'rtoqlar, sizlar bilan endi SMM nima vazifalari bor va mijozga nima manfaat keltirib bera oladi, bu narsalarni bilib oldik. Endi kelinglar, sizlar bilan qisqacha sohaning dolzarbligi haqida gaplashamiz. So'nggi yillarda, mana oxirgi yillarni oladigan bo'lsak, hozirgi kungacha 100 milliondan ortiq kompaniya O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan ekan. Lekin shuncha mutaxassis yo'q. Mana shaxsan o'zingiz Instagramlarda misol uchun taniqli bo'lgan yoki taniqli bo'lmagan nechta SMM mutaxassisini taniysiz? Menimcha 1000 ta ham chiqmasa kerak. Men bu yerda 1 million, 100 million haqida gapiryapman. Ya'ni YATT, MCC, har xil korporatsiya kompaniyalar bor, to'g'rimi? Qanchadan qancha hali kompaniya qilmasdan turib shaxsiy brendini yuritayotgan insonlar bor. Psixologlar bor, misol uchun, to'g'rimi? Juda ko'p insonlar bor. Demak, ko'rasizki, juda ham vakansiyalar, ishlar, ya'ni talab juda ham kuchli. SMM shiklar ko'p, lekin mutaxassislar kam. SMM shik degani bu qachonki faqatgina men post qo'yaman, bo'ldi, qolgan ish meniki emas. Meni qiziqtirmaydi desa, u SMM shik deb qo'yaman men. SMM mutaxassis degani bu boya sizga aytganim, hammasini bilish kerak. O'zi qilmagan taqdirda ham kim nima qilayotganini bilish kerak. Чтобы uni ishini natijasini ko'ra olish uchun, baholay olish uchun. Tushunarligi. Sohani endi yaxshi taraflariga o'tadigan bo'lsa, SMM sohasi ishdagi o'sish, misol uchun o'sish bor bu yerda. Har xil sohalar bilan ishlaysiz. Misol uchun men mashina sohasida ishlaganman, kiyim-kechakda, uy-joyda, mebelda, nima soha bo'lsa hammasi bilan ishlab chiqqanman. Va o'shaning uchun meni tanishlarim juda ham ko'p. Почти mana Toshkentda juda ko'p insonlar bilan tanishman. Bu men bloger bo'lishimda ham emas gap. Shunchaki o'sha kompaniyalar bilan ishlaganimda, o'sha kompaniyaning o'zida 10-15 ta xodim ishlasa, hammasi bilan tanishib ketasiz. Va qachondir sizga ularning yordami tegadi. Networking, tanish bilish har doim zo'r narsa. Hech qachon zarar tegmaydi. Biznes ochib, biznesingizni o'zingiz rivojlantirishingiz mumkin. Misol uchun SMM biladigan bo'lsangiz va albatta shaxsiy brendingizni o'zingiz rivojlantirishingiz mumkin ekan. Mana sohaning yaxshi taraflari. Demak, SMM bo'yicha biz sizlar bilan to'liq mana tushunchaga ega bo'ldik. Endi kelinglar marketing haqida qisqacha gaplashamiz. Marketing bilan SMM odamlar adashtirib qo'yishadi yoki farqiga bormaydi. O'zi nima? Aslida SMM bu marketingning bitta qismi. Marketing degani bu iste'molchini xaridorga aylantirish. Nima qilib bo'lsa ham, reklamalar ko'rsatasizmi, target yoqasizmi, o'sha videolar olasizmi, SMS rasilkalar qilasizmi yoki ko'chada flyer tarqatib yurasizmi, hammasi marketolog vazifasi. U hal qilish kerak. Lekin SMM bu o'sha marketingning bitta qismi. Bu ijtimoiy tarmoqlar orqali biznesni rivojlantirish yo'li. Bu как бы arzonroq, tezroq va samaraliroq marketingning bitta instrumentlaridan bittasi. Xo'p, bunaqa ekan, hozir siz bilan marketingning 10 ta turlari bilan tanishib chiqamiz. Birinchisi kontekstli reklama. Ya'ni bu Google'da chiqib qoladigan reklama. Google'dan ko'pchilik foydalanadi, to'g'rimi? Nimadir zaproslar beramiz. Google'ga kirib hozir siz SMM kursi, SMM xizmatlari deb qidirsangiz, bir nechta reklamalarni ko'rasiz. Va ular mana shu kontekstli reklamani yoqishgan bo'ladi. Pul to'lashadi va sizga o'sha reklama chiqib keladi. Undan keyin SEO, Search Engine Optimization degan narsa, ya'ni bu o'sha poiskda pul to'lamasdan chiqib kelish.
Keyingisi, uchinchisi SMM biz o'rgangan. To'rtinchisi bu target, o'sha pulli reklamalar ijtimoiy tarmoqlardagi. Beshinchisi virusli reklama. Ya'ni virusli reklama degani bu как hype desak ham bo'ladi. Masalan, odamlar PR bo'lib ketadigan reklamalar bo'ladi-yu. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda PR bo'lib ketadi, hammani og'zida bo'ladi, shov-shuv bo'lib ketadi. Aynan shu narsa. Retargeting juda ham zo'r narsa. Retargeting degani siz bilan birinchi kontakt qilgan insonlarga qayta chiqish. Ya'ni, misol uchun mana Instagramda sizni profilingizga odamlar kiradi, ko'radi, like bosadi, podpiska tashlaydi, SMS yozadi, videongizni kimgadir yuboradi, to'g'rimi? Profilingizga o'tadi. Mana shu insonlar sizga qiziqish bildirgan yoki siz mahsulotingizga. Aynan shu insonlarga siz qayta target yoqishingiz mumkin, qayta reklamangizni ko'rsatishingiz mumkin. Siz mahsulotimizga qiziqish bildirgan ekansiz, mana sizga chegirma deb turib reklama ham qilsangiz bo'ladi. Bu ham bitta zo'r marketingni turib получается. SM yordamida buni ham qilish mumkin. Email marketing degani bu email pochtalar bor, bilasizlar? O'sha pochtamiz bor, elektron pochtalar. O'sha yerdan rassılkalar, xatlar jo'natish. Bu misol uchun dunyo bo'ylab keng ishlatiladi. Bizda unchalik rivojlanmagan. 8-inchisi public relations, PR deydi. Bu narsani, ya'ni bu tadbirlar, oddiy qilib aytganda. Misol uchun mana Pepsi Fest bo'lyapti, kliklar, misol uchun har xil shu Coca-Cola bilsanglar, qishda har xil konsertlar o'tkazadi, to'g'rimi? Ko'chalarda katta-katta anaqa stendlar qilishadi. Mana shu hammasi public relations degani. Bu juda ham qimmat, lekin auditoriyaga bittada kiradigan narsa. Sizni taniltiradi. Tezlikla odamlarga shov-shuv qo'radigan marketing turidan bittasi. 9-inchisi an'anaviy marketing. Ya'ni an'anaviy marketing o'sha biz biladigan marketing turlari. Televizorda reklama berish, ko'chadagi billboard ekranlar, avtobus, metro, mana shu hammasi kirib ketadi. Va 10-inchisi bu merchlar, merchandise. Merchandising degani o'zingizni mahsulotingiz reklamasini qolganlar reklama qilishga qo'yib berish. Ya'ni qanaqa ma'noda? Misol uchun bu kepka, ruchka, kurushka, futbolka, mana shunaqa narsalarni misol uchun klientlaringizga berishingiz mumkin va ular o'sha futbolkani kiyib yuradigan bo'lsa, o'zi bilmagan holatda sizni mahsulotingizni reklama qiladi. Даже merchandiser degan kasb bor, bilasizlar? Magazinlarga kirsanglar, bilsanglar magazinlarda ana reklama Coca-Cola, Pepsi deb yopishtirilgan bo'ladi. Yoki eshiklariga plakatlar yopishtirib tashlashgan bo'ladi o'sha har xil mahsulotlarni. Mana shu merchandiserlarning ishi. Kepkalarni kiydirib qo'yadi, Pepsilarni, futbolkalarni kiydirib qo'yadi sotuvchiga. Mana shu hammasi mana merchandiser vazifasi. Bu ham bitta marketingning turi. Xo'p, o'rtoqlar, mana sizlar bilan endi marketingning turlari bilan tanishib chiqdik. SMM turlari bilan klientga nimalar qilib berish mumkin ekan, hammasini o'rganib oldik. O'ylaymanki, darsimiz sizlarga foydali bo'ldi. Bu shunchaki boshlanishi va yana oldinda sizlar bilan 7 ta muhim darsimiz bor. O'shaning uchun har bitta darsliklarni qoldirmasdan, o'tkazib olmasdan diqqat bilan ko'ring o'rtoqlar. Xudo xolasa, kuchli mutaxassis bo'lish uchun mana bugun birinchi qadamni tashladinglar desam adashmagan bo'laman. Xo'p, undan keyingi darsimizda, ya'ni ikkinchi darsimizda sizlar bilan Instagram profilini to'g'ri qadoqlash, ya'ni tayyor holatga keltirish, kontent nima va uni turlari va undan keyin ideya olish, qanaqa kontentga ideya topish mumkin, shu narsa haqida sizlar bilan gaplashamiz. Bunaqada keyingi darsligimizda ko'rishguncha, xayr.